Menda bitta savol bor. Faqat vijdonan javob beringlar va tegishli insonga jo'natib qo'yinglar. Insoniyatni, odamzodni bilim olishiga, bilim borki, bilim, shunday olishiga mana u soch bilan formaning nima aloqasi bor? Nima aloqasi bor? Nima anaqa dars o'tirgan paytda olayotgan bilimi sochini bir 50% olib qo'yadimi? Bilimni 50% soch yutib yuboradimi? Ha? Yoki forma unga qanaqadir xalaqit beradimi? Yo'q, ichidagi forma yo'q, o'qima. Sen o'qima deydimi? Nima aloqasi bor? Tushuntiringlar menga. Nimaga unda uyda ham biz formada dars qilishimiz kerakmi shunday, yaxshiroq tushunishimiz uchun? Nimaga chet elda unaqa emas? Xohlagan formangizda Koreyada pijamada borsa bo'ladi. Pijama, tushunyapsizlarmi? Pijama, endi bilasizlarmi, bilmaysizlarmi, men bilmayman, men kiymaganman. Endi boylar kiyadi-da uni. Pijamaga nega sakrayapsan? Anaqa dars qil. Iltimos, rivojlanaylik. Rivojlanish uchun ham soch muhim emas-da. Bir kuni bittasini ko'ryapman, muhim narsa haqida gapiryapti Instagramda.